Belingem va Messi nimalar haqida gaplashgani ma'lum bo'ldi. Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Jude Belingem jahon chempionatidagi mag'lubiyatdan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Futbolchi Lionel Messi bilan maydondagi muloqoti, uchrashuv taassurotlari va terma jamoaning kelajakdagi maqsadlari haqida gapirdi. Belingemning aytishicha, Messi bilan bo'lgan suhbat oddiy o'yin epizodi yuzasidan kechgan va unda hech qanday mojaro bo'lmagan. Messi bilan bo'lgan suhbatimiz aslida qoida buzilishi haqida edi. Hech qanday yomon gap bo'lmadi. O'ylaymanki, buni ortiqcha bo'rttirishga urinadiganlar bo'ladi, ammo aslida hech narsa yuz bermadi. Yarim himoyachi suhbat davomida Messi unga avvalgi vaziyatni eslatganini, u esa bunga hazilomuz tarzda javob qaytarganini aytdi. Shuningdek, Belingem Messiga qarshi maydonga tushgani faoliyatidagi unutilmas lahzalardan biri ekanini qayd etdi. Dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biriga qarshi o'ynash katta sharaf. Messiga qarshi maydonga tushish ajoyib tajriba bo'ldi. Unga omad tilayman, deydi Belingem. Futbolchi mag'lubiyatni og'ir qabul qilayotganini tan olib, Angliya terma jamoasi hali o'z maqsadidan voz kechmaganini ta'kidladi.